Короче, ko'p mashinalarga gabarit yoqqanga pоворot ham yo'niqtiradi. Unda mana shunaqa. Meniki yonmaganmi? Uni to'g'rilaymiz hozir bugun. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan narsa отвертка крестовой, отвертка plus deydik. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun undan keyin 2 kontaktlik patron. Mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi. 2 kontaktlik patron. Undan keyin 2 kontaktlik lampochka. Bu 2 kontaktli lampochka mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi. Ichiga ikkita spirali bo'ladi. Bilmaganlar uchun mana bu 1 kontaktlik. Bu 2 kontaktli lampochkani ko'pchilik elektriklar olibdi. Lampochkani o'zini radnoy patronni sug'urib olib, ichini olib tashlab, patronning ichini olib tashlab, mana bu yerga ikkitasini payatlab qo'yib beryapti. Buni nimasi yaxshi? U arzon. Patron sotib olmaysiz. Arzon kamgina bo'lsa ham, ikkinchi marta lampochka alishtirishingiz ham payat bilan bo'ladi. Agar payat bo'lmasa, lampochka ham alishtira olmaysiz. Xo'p, endi pavorotniklarni yechishga o'tamiz. Salgina eski, video bu vaqtda emas. Va pavorotnikni yechish uchun mana shu yerga teshik bor. Shu teshikka tiqib buraymiz. Salgina bo'shagandan keyin mana bu yoqqa chiqib keladi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Mana ko'rinsa ko'rsataman agar. Mana sal bo'shadi. Endi mana ko'rayotgan bo'lsangiz chiqyapti. Xuddi mana shuni bo'shatasiz, xuddi shu teshikdan. Bunisi ham xuddi shunaqa. Pavorotnikni yechib olgandan keyin ikkovini ham mana lampochkani olamiz va akkumulyator bilan proverka qilib ko'ramiz. Mana minusga uladim bittasini, mana bu ikkitasi ham mana proverka qilib olamiz. Bu xirayonni mana bunisiga ro'shan bilinayotgan bo'lsa. Mana shu xira yonganini gabaritga ulaymiz. Mana bunisini pavorotga. Mana qanday ulanadi? Mana ingichkasi minus, bu plus ikkita. Bunisi ro'shan yonadi, bunisi sal xiraroq. Ro'shan yonadigan pavorot quladik. Mana bu xira yonadiganni gabaritga ulash kerak. Mana bu ham gabarit ham yonadi, xira bo'lib. Uni fishkasini mana bu yerdan shtekerini topsanglar, mana o'rtadagi jigarisim mana. Kontrolka bilan yoqib ko'rsatdim. Xuddi mana shunga ulash kerak bo'ladi. Mana simlarni ulab bo'lgandan keyin mana patron bez problem radnoydek tushadi. Endi buni joyiga joylaymiz. Mana shu bitta boltni qisib qo'yibdi. Samarasida. Xuddi shuni u tarafiga ham qilamiz. Rezultatni ko'ramiz.